Neymar qayta olmaydi deb o'ylayapman. Neymarni holatini ko'rib achinyapti. Misol Ronaldo qaychi ustida bir gol urdi. Messi boshi bilan gol urdi, lekin u bechora Braziliya chempionatida alday olmayapti, charchab qolyapti, oqsoqlanib chiqib ketyapti. Ko'zdan ko'rinib turibdi. Kanalda o'qigan mashhur gapni o'sha fintga o'xshamagan fintida yozib qo'yishganda futbol seni tark etmasdan sen futbolni tark et. Afsus, u Ronaldo hamda Messichalik qariya ham emas. U bilan tengdosh futbolchilar hali o'ynashyapti, yuqori darajada o'ynashyapti. Lekin Neymar sport formasini qaytib olishi juda qiyindek tuyuladi. Tun edi, chiroyli sukunat edi, osmon moviy edi, yulduzlar to'la. Ichimda bir ovoz nimadir dedi, yurakka solindi tanish g'ulg'ula. Yaqin kelaverdi, ketsam-da yiroq, negadir meni do'st bilaverdilar. Qochishga rosa ham urindim, biroq dardlarga o'qralib kelaverdilar. Dardlar og'ir bo'ldi, mag'rur ko'ksimdan